Sukunat ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kalit. Yana bir yodimda qolarli voqea Toshkentga o'qishga kirib, Marg'ilon vokzalidan kuzatilayotgan chog'im ro'y bergan. O'shanda gaz 24imizda meni poyezd stansiyasiga olib kelgan dadam shoshayotgan qiziga hali vaqt borligini aytib, ochilgan eshikni qayta yopishni buyurgandilar. Hayron bo'ldim. Ular qayerdandir bir qarich oq ip topib, qora shimini ustiga qo'ydilar. Birozdan so'ng qizini bag'ridan yulib ketuvchi poyezdning yo'liga uzoq tikilib so'z boshladilar. Qizim, bugun sen birinchi marta mustaqil katta shaharga ketyapsan. Shu kungacha nazoratimda bo'lib Xudoga shukr yuzimga oyoq bosmading. Qarasam, dadamning ko'zlari jiqqa yosh. Ularni yupatmoqchi bo'lib qo'l cho'zgandim. Uzalgan qo'limni muallaq qoldirib, tizzasidan sal teparoqqa tashlangan oq ipni to'g'irladilar. So'ng unga ishora qilgancha davom etdilar. Hozir shu yo'li boshida turibsan. Qara oppoqligini. Agar bergan tarbiyamga xiyonat qilmasang, xohlasang Yevropaga borib bilimingni mustahkamlab kel. Mabodo to'g'ri, oppoq yo'ldan og'ishib ketsang, to'rt tomoning hayoting mana shunday qop-qora zimiston bo'ladi. Ikki quloqing bilan eshitib ol. Men seni ikki dunyoda ham kechirmayman. Toshkentda ham quloqim bor. Har bir qadamingni hisobini olib turaman. Uqdingmi? O'sha vaqtda poyezdga kechikmaslik uchungina shoshilinch va'da bergan bo'lsam ham, atiga bitta misol bilan qalbimdagini aytgan dadamning nihoyatda aqlli inson ekaniga tan berganman. Begona shahardagi hayot oson emas, ammo endi hammasi jonimga tegib, osonroq yashashni xohlab qolganimda dadamning gaplari yodimga tushardi. Poytaxtdagi quloqlaridan emas, o'sha bir qarich ipdan qo'rqardim. U meni qayerda turganimni ko'rsatib, tuzog'iga ilintirmoqchi bo'layotgan shaytonning bo'yniga sirtmoqday tashlanardi. Shuning uchun o'ldim kuydim kabi sevgi izhorlariga ham, yigitlarga ham befarq edim. Buni hamma kursdoshlarim, hattoki bizdan ikki bosqich yuqorida o'quvchi yana bir oshig'im ham bilar. Shu sabab haddi sig'ib yurak yutib ko'nglini ocha olmasdi. Fozilovga kelsak, nima qilsam, qanday yo'l tutsam to'g'ri bo'lar ekan degan savol miyamni parmalab, goh bechora Farhod monologi, goh bolasining erkaligini kechirishni so'ragan ona, goh birin-ketin o'lib ketayotgan bemorlarning iltimosi bo'lib, qulog'im ostida jaranglardi. Axiri qarama-qarshi istaklarimni aql tarozisi bilan chamalab, ertalab metroga kiraverishda sotib olgan bir bog'lam boychechaklarni qo'limga oldim. Ularni huzur bilan hidladim. Balki bu bahor kimlar uchundir eng so'nggisidir. Bu chechaklarchi? Ularni yana ko'rmoq kimgadir nasib qilmas. Qancha odamlar tutdek to'kilib ketayotganini ko'rib turibman. Bo'ldi. Bemor yigitning ko'ngliga qarayman. Hech bo'lmasa, onamga juda o'xshab ketuvchi yumshoq dil onasi uchun ham shunday yo'l tutaman. Shamdek so'nib borayotgan inson uchun yaxshilik qilaman. Menga shu boychechaklar dalda bo'ladi. Aldayotganimni ham faqatgina shu gullar va Alloh biladi. Uning so'nggi bahoriga quyoshdek charaqlab kirib boraman, deya ahd qilib yo'lakka chiqdim. 15-xona 20 qadam narida. Ammo shu masofa oralig'ida ko'nglimdagi qarama-qarshiliklar isyon ko'tarmasin degan xavotirda shaxdam qadamlar bilan borib eshikni taqillatdim. Kiring. Birpas
Atiga bir daqiqa ikkilandim. So'ng bor kuchimni yig'ib, ilk marta bu xonadan tabassumimni qizg'onmay, "Assalomu alaykum" degancha ostona xatladim. Uning ahvoli haqiqatdan ham og'ir edi. Yana ham ozib ketgan. Ustiga yopilgan choyshabning bilinar-bilinmas qimirlab qo'yayotganigina uning ostida hali jon tark etmagan tana borligidan darak berib turardi. Oq kulrang tusdagi, yuzida dardning og'ir azobi zohir, hayotga tashna ko'zlari ham yumuq edi. E'tibor bermagan ekanman. Kipriklari quyuq ekan. Go'yoki dushman shu ko'zlar orqali kirib ketadiganday, vatanini himoya qilishga shaylangan jasur askarlarga o'xshab, sergaklikni yo'qotmay safda turishardi. Onasi o'tirishim uchun o'rindiqni so'rar ekan, o'pkasini bosa olmay yig'lamsiradi. Aytishicha, kecha jonlantirish bo'limidan olib chiqishganida yaxshi ekan. Kechga borib yana og'irlashibdi. Hamshira aytganidek, bir necha marta qon qayd qilgan. Endi Moskvaga olib borishga ham hojat qolmaganmish. Onaizor gapirar, men esa go'yo buning hammasiga o'zim aybdorday yerga qaragancha boshimni xam qilib o'tirardim. Ertaga qishloqqa olib ketamiz. Bu yerda joni uzilmasin. Alloh nolalarimni eshitmadi bolam. Birdamgina shu mushtipar ayol qiyofasida o'z onamni ko'rgandek bo'ldim. Axir farzand dog'i volidamga begona emas. U ham Fozilovning onasi kabi kasalxonaning sovuq devorlariga suyanib, yaratganga munojat qilganini va kimlargadir yalinib, jimitday umidga mo'ltirab turganlari ko'z o'ngimda namoyon bo'ldi. Alloh ona zotini faqat sinovlar uchun yaratadimi? Erta-indin sovuq jasadini ko'rib, telbavor dodlovchi onaizor yagona dilbandidan so'ng bu dunyoda yashashga kuch topa olarmikan? U o'ladi bolam. Meni bag'riga bosib izillab yig'lab yuborgan ayolning dardidan tanamdagi 206 suyagimning bari qarsillab sinib ketganday bo'ldi. Ey Parvardigor, nahot bir ojizanga bergan shuncha kuching yagona bir donagina farzandini bag'rida olib qolishga yetmasa? Unday demang, xolajon. Arang tilga kirdim. O'g'lingiz o'lmaydi. U albatta yashaydi. Shu so'zlarni aytarkanman, qanday qilib bemorning qoq suyak qo'lini kaftlarim orasiga olganimni bilmay qoldim. Vijdon azobida qiynalayotgan qalbim aqlimga bo'ysunmay, harakatlarimni boshqara olmasdi. Yigitning sovuq qo'llarini qancha vaqt ushlab turganimni bilmayman. Tinmay pichirlardim. Allohim kechir. Shu yigitning jonini olib, gunohkor bandangni bir umr qiynalib yurish azobiga mahkum etma. Meni birinchi marta ko'rib turganday nima qilishni bilmay, lol qolgan onasi go'yo o'g'li hoziroq ko'zini ochib, gapirib yuboradigandek mo'jiza kutardi. Meni eshityapsizmi, Fozilov? Farhod aka, bir narsani aytaymi? Tan olishga uyalardim. Men sizni yaxshi ko'raman. Shu so'zlarni aytganimda onaizor yana yig'lashga tushdi. Bemor yigit esa qilt etmadi. Yana qaytarchi bolam, Zora seni eshitsa. Men sizni sevaman. Takrorladim yana. Quloqiga ayt qizim. O'g'lingizni sevaman, xola. Farzandining qulog'iga pichirlangan izhor, o'z iltimosi, tinimsiz iltijolariga binoangina yangrayotganiga ishonch komil ona
Allohga astoydil nola qilayotganimdan bexabar edi. Agar kasallardan biri hamshirani so'roqlab kirmaganida, yana qancha payt shu holatda o'tirishim Yaratganning o'ziga ayon edi. Ko'z yoshlarimni artib, tashqariga yo'nalar ekanman, kirganim zahoti karavatning oyoq tomoniga qo'ygan boychechaklarim yodimga tushdi. Ularni yigitning kaftiga qo'yib, ozg'in barmoqlari bilan qattiq qisar ekanman, asta shivirladim. Sizga boychechak olib kelgandim. Farhod, mana endi albatta tuzalib qolasiz. Chunki bu gullar xislatli. Bemor qimir etmas. Shunday bo'lsa-da, men telbavor qiyofada pichirlardim. Boychechaklar haqida rivoyatlar kam. Qahraton qishni yengib, bahorni boshlab kelguvchi shu mitti chechaklarni juda ham yaxshi ko'raman. Hamma yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Ular haqida nimadir yozmoqchi edim. Hikoya, qissa, bilmadim. Bitta zo'r ertakni bilaman. Aytib beraymi? Qishning so'nggi kunlarida boychechak nozik qo'lchasi bilan ustidagi qorni kuray boshlabdi. Ammo boshini chiqarib olishga kuchi yetmabdi. Noiloj qorga yalinibdi. "Xo'y janob, biroz surilib tura olmaysizmi?" debdi u holdan toyib. Quyosh bilan suhbatlashib turgan qorning jahli chiqibdi. "Xo'y, kimni janob deyapsiz? Ko'rmayapsizmi, men chiroyli, oppoqqina qorchechakman." Boychechak kulib yuboribdi. "Voy voy voy, qanaqasiga chechak bo'lasiz? Sovuqligingizni qarang. Mana men chechakman. Go'zal, maftunkorligimni qarang." Qor endigina unayotgan mittigina guldan xafa bo'lmabdi. Qo'ynidan nimanidir chiqarib boychechakka uzatibdi. Manavi sehrli oyna. Unda zarralarimni 1000 marta kattalashtirib ko'rish mumkin. Qani, bir qarangchi. Boychechak ishonib ishonmay sehrli oynacha orqali qorga diqqat bilan tikilibdi. "Voy" deb yuboribdi u, ko'zlariga ishonmay. "Siz mendan ham chiroyli ekansiz. Haqiqatdan ham qor oppoq gullardan iborat chiroyli guldastaga o'xshardi." Boychechak sehrli oynadan arang ko'z uzib, beodobligi uchun astoydil uzr so'rabdi. Qor kulib yuboribdi. "Qo'ysangizchi, men haqimda yaxshi bilmasdingiz-ku. Siz bahor, men esa qishning chechagiman. Demak, qorchechaklar birlashib qorga aylanar ekan-da", debdi boychechak, sehrli oynadagi chiroyli manzaradan ko'z uza olmay. "Albatta, qorchechak deysa, shunaqa xursand bo'lamanki, hali bu hammasi emas. Quyoshda tovlanib bug' chechakka, bulutga aylanib yomg'ir chechakka, yerga singib boychechakka ham aylanishimiz mumkin. Endi bu yog'ini oshirib yubordingiz", debdi boychechak qorga qovoq uyib. "Hali qarindoshmiz ham dersiz?" Qor xandon otib kulibdi. "Hazillashdim. Yomg'ir tomchisiga aylanib, qaytsak, bog'roq, daladash, qir adirning chanqog'ini qondiramiz. Keyin sizdek chiroyli gullar unib chiqadi." So'ng chuqur xo'rsinibdi. "Quyosh bobo bilan yana ozroq suhbatlashib olay, keyin eriyman. Siz esa bemalol chiqaverasiz." Boychechak birdan yig'lab yuboribdi. "Nega yig'layapsiz? Men faqat biroz kuting dedim xolos-ku." "Kutishga kutaveraman. Sizni ranjitish niyatim ham yo'q. Biroq hov anavi bolalarni ko'ryapsizmi? Ular meni qidirib qirga chiqishgan. Bugun ham hafsalalari pir bo'lib ketib qolishar ekanda.
Nega buni avvalroq aytmadingiz? Debdi qor. Hozir biroz eriyman. Siz esa bemalol boshingizni ko'tarib olasiz. Qani, o'zim yordamlashib yuboraman. Qorning yordami bilan unib chiqqan bahor elchisi unga minnatdorchilik bildiribdi. Boychechak qidira holdan toygan bolalar asta qirdan tusha boshlaganida hammadan ortda qolgan kichkintoyning qiyqirig'i yer u ko'kni tutibdi. Ana boychechak. Ertakni yakunlarkanman, yana bemorning yuziga umid bilan bukildim. Sizga yoqdimi? Uni yana aldadim. Bu ertakni hozirgina qanday to'qiganimni o'zim ham bilmayman. Tuzalib qoling Farhod. Bilaman, siz kuchlisiz, irodalisiz. Sizning, bizning farzandlarimiz ham bir kuni qo'llarida shu boychechaklardan ko'tarib kelib quvontirishsin. Navbatdagi tunni ham bedor kutgan bemorning onasi muolaja xonasiga kirib kelganida derazadan mo'ralashga urinayotgan keksa o'rikning oppoq gullariga tikilib turardim. Farhodjonim ekkan o'riklar ham rosa gullagandir. U bog'da kuymalanishni yaxshi ko'rardi. Agar kasal bo'lmaganida hozir ham javob qaytarishga ulgurmadim. U meni o'ziga qaratib, qo'llarimdan tutar ekan, ularni asta o'pdi. Bolamning qo'llaridan tutgan qo'llaringdan o'rgilay qizim. Buni hech qachon unutmayman. Tunov kungi achchiq gaplarimni kechir. Aslida bunga haqqim ham yo'q. Keyin o'zingni gunohkor sezma. Men ham sening yoshingda shunday bo'lganman. Buni hayo deb ataydilar. Kecha sen ularga bir muddat qarshi chiqishga o'zingda kuch topding. Bolamga qilgan iltifoting ajrini yaratganning o'zi bersin ilohim. Qadringga yetuvchi yigitga yor bo'lgin. Ayol to'xtamay duo qilar ekan. O'g'li bilan bo'lgan yarim soatlik vaqtimni farzandiga bag'ishlagan 28 yillik hayotidan ustun qo'yishini va buning mukofotiga menga eng munosib xonadonga bekalik martabasini tilashini aytdi. Bilasanmi? Davom etdi. Qo'liga tutqazgan boychechaklaringni hech kimga bermabdi. Qanchalik harakat qilishmasin, Farhodjon kaftlarini ochmadi. Hozir ham shunday yotibdi. O'g'lim baxtli ekanini bilaman. Chunki sening shirin so'zlaringni eshitdi. Ertaging chiroyli ertak uchun rahmat qizim. Men haligi u eshitdi bolam. Allohga qilgan iltijoyingni ham eshitdi. Shunisiga ham shukr. Chimildiq nasib qilmayotgan jigari poram sevgan qizining e'tiboridan ham mahrum ketganida qiyomatga qadar yuragim yonib o'tardi. Bir lahzaga bo'lsa-da uni baxtiyor etganing ko'rinib turibdi. Yuzlarida bir ham chiroyli tabassum bilan yotibdiki, farishtani ko'rganday mamnun qizim. U kishi yashaydi, mana ko'rasiz. Ayol achchiq iztiroblar qalqib turgan nigohlari bilan bir muddat ko'zlarimga tik qaradi. Ko'rinib turibdi. Ko'nglim uchungina gapirmayapsan. Duo qil qizim, duo qil. Kelinim bo'lib ostonamda oppoq ro'mollarda salom berishingni, o'g'limning savlatlariga yarashib yashashlaringni men istamaymanmi? Ilk marta ishga kelganingda yo'q, nafaqat o'g'limning, balki mening qalbimni ham zabt etgansan. Shuning uchun haddim sig'ib, senga qattiq gapirdim. Haddim sig'ib sensirayapman. Goh kulib, goh bo'g'zidagi faryodni bosa olmay gapirayotgan ayolga nima deyishni, qanday tasalli berishni bilmay tosh qotgandim. Mening ham tomog'imga nimadir qadalgan. U nimaligini bilmasam-da, otilib chiqishni xohlardim. O'g'lingiz yashaydi.
U albatta yashaydi, ayajon. Nima deding, bolam? Qaytar. Farhod akam yashash shart. Siz uchun ham yashash kerak, ayajon. Ayol yelkasiga tusha yozgan ro'molini to'g'irlash bahona yerga tikilgan ko'zlarimga qarar ekan, mamnun xo'rsindi. Tilingdan o'rgilay, bolam. Ayajon degan tilingdan o'rgilay. Uyimga kelin tushirganday, qo'lingdan bir piyola choy ichganday bo'ldim, bolam. Endi armonim yo'q. Ilohim, baxtli bo'l. U yana yig'lab yuborsa, o'zimni battar gunohkor hisoblashimni xohlamadimi, eshik tomon yo'nalar ekan, shart ortga o'girilib, qo'limga allaqanday daftarni tutqazdi. Farhodjonniki, bu senda qolsin. Endi darsingga bor. Biz bugun ketamiz. Mehringga, shirin so'zlaringga rozi bo'l, qizim. Ortidan chiqmadim. Jonlantirish bo'limiga ham tushmadim. Apil-tapil kiyingach, ayol bergan daftarni sumkamga solib, liftni ham kutmay zinalardan pastga shoshdim. 5-qavatdan qanday tushganimni bilmayman. Tashqarida muzdek yomg'ir yog'ayotgan edi. Sochlarim, kiyimlarim ivib ketib borar ekanman, go'yoki bir muddat ushlansam, bir umr o'sha yigitga bog'lanib qolayotganday kasalxonadan uzoqroqqa qochib ketgim kelardi. 5 bekat shu tarzda yurganimdan so'nggina bu yo'ldan qatnovchi avtobusning tanish haydovchisi ulovini to'xtatib, eshiklarini ochdi. Jiqqa ho'l edim. Xayolparastlik bilan salom berganimni ko'rgan keksa haydovchi o'ng tomondagi o'zga yaqin bo'sh o'rindiqqa ishora qilib, ortiqcha savol bermay sochiq uzatdi. Sochingni quritib ol, qizim, shamollab qolasan. Uning qizim degani Farhodning onasini eslatib yubordi. O'g'lingiz yashaydi. U albatta yashaydi, ko'rasiz. Yo'lga yoki menga qarashni bilmay qolgan haydovchi avtobusni bekatlar oralig'ida to'xtatishga majbur bo'ldi. U endi og'iz ochgan zahoti old eshigini ochishni iltimos qildim. Qizargan ko'zlarim, yuzimdagi noaniq xavotir va xafagarlikni ko'rib, u indamay aytganimni bajardi.